Olyapman, balık olyapman, ölgen balık, köpüğe vurduruptu. Zekende balıktı. Kolunuzda kese kanlaplı olanlar. Köpüğe vurdu var, çünkü bundan başkasına yok atırsa urukla çok kıymasın. Allah'a ekber. İnsan Ramaz hakkında, Allah'a ekber. Assalomu alaykum. Kanalim obunachilari, do'stlarim. Bugun biz mana bu joyga keldik, Zakan joyiga. Bir narsaga guvoh bo'lib qoldik. To'k urib ketibdi. Baliqlar o'lib yotibdi suv betida ham, pastida ham. Köpüğe olamasa kanalda olanlar ortağları. Kaç olsam. Abi kalmakta olanlar düşüyorlar. Ekolojiye. Davay. Falan şey yaptım. Ay balık köprü urganlar düşer, katta işler sonra. Bizde kanalda olanlar tek kopuyorlar. Düşerse 5 düştüğümüz, 10 düştüğümüz. Dünyanın balığı uçlarımız ahırımız. 20 akıllı. 20 akıl yürüyoruz mesela. Peseri adam bulsak, kıladık işimiz yok az bizi. To'k urib ketibdi. Ha, töhtü urup ketdi tomalarken. Ko'rsataylik mana isbotini. Mana kelganimizga 3 soat bo'ldi, biror marta baliq ushlamadik. Qarasak, mana manilarda baliq o'lib yotibdi. Yo'q, chiqaymi-da. Suv taydan pastda. Voy, yiqilib qolibdi-da. Katta ekanda, yog'och yetmay, nima kuch yetmayapti qimilatga. Ha, endi qimiladi. Ana u endi yoqdi. Ana uni chiqdi endi. O'likda o'lib yotibdi. Endi menda nima bor edi? Nega sachoy bor, dashni olaylikmi? Bularmi o? Yetar sachoy. Ha, yetadi. Mana hozir olamiz. Endi mayda o'sha. Endi olmay qo'ygan ekan. Mana hozir olamiz. Olyapman, balık olyapman, ölgen balık. Köpüğe vurduruptu. Zekende balıktı. Mana. Mana çıkıp geldi o'zi saçokka. Mana do'stlar. Mana olaylar. Yangi o'lganda, 1-2 kunlik bo'lganda. Qarang. Urug'i ham bor ekan mana. Urug' ashula. Mana urug' chiqyapti mana. Mana do'stlar. Rosa urug'laydigan payti mana. Mana urug' chiqyapti mana. Köpüğe uçtu kerak deb qo'ygan. Nima kerak bor? Uvolda mana boshqa. Kameraga olib keladi mana. Mana urug'i. Uvoldan qo'ygan odamlar ha. Aşı urug' katta bo'lib qolsa, hazırgan balık bo'lgan, böyle toshib ketadi. Yana bir gapirib qo'ying tog'a. Ayda o'rtalar. Köpüğe vurmasdan bağladı. Kolunuzda kese kanlaplı olanlar. Köpüğe vurganda var, çünkü bundan başkasına yok atırsa urukla çok kurtuk. Maydaya katta qilib. Kalmakta olanlar 1-2 kilo yeter diye 2-3'te bunisi balık. O'z daryodan qolmadi baliq. Endi Zakanga navbat o'tdi. Balık yok bayda bo'lsa. Shunda yo'q qilsa urib töpüler. Bitta nima qilib qo'ying, to'kchilar duo qilib qo'ying bir. İlahi amin. Amin. Shuna töpüler olanlar ishlar yurishmasin. Omadni ham kelmasin. Amin. Allohu akbar. İnsof Ramaz hakkında, Allohu akbar. Qarmoqda o'layotganlargacha. Qarmoqda ularga omadini bersin. Hamisha qayerga borsa omadini bersin. Allohu akbar. Allohu akbar. Rahmat tog'a. Do'stlar, bitta ayda ko'rmadim-da baliqda o'lagan. Kunda bir 20 ta sanadiydi. Hozir video qilib ko'rsatishim mumkin. Bir ko'rinsa, ko'rasizlar hozir. Mana shu yerda ham yotibdi. Mana bu yerda ham mana baliq o'liklar yotibdi. Buni oqarib ketgan. Ko'ryapsizlarmi? Juda ko'p bayda. To'klab ketgan mana Zakanda. Mana shu boshidan bu boshigacha to'klab ketgan. Ahvol chataq. Og'ir ahvol. To'klab tashlagan. U chekalarda ham otib o'lgan. Mana do'stlar. Sizlarga yana isboti. Mana mayda ham bitta baliq o'lib yotibdi. Mana ko'ryapsizlarmi? To'klab tashlagan. Nariga tepasida u vobshe ko'p. Narigi Qamish tomonda umuman ko'p.
chizilib qo'ygan mana shu qirg'oqqa. Mana mayga bitti mana chiqib turibdi mana. To'yib bilan o'tib tashagan. Poni to'klab tashabdi-da. Hali o'zi qarmoq tashab o'tirganimizni aytdim-ku sizga. To'klab ketibdi-yu, dedim. Bu qirg'og'i bormi cheka tomoni? Bir o'yga. Bu qirg'og'i. Bu chekasi bor-ku. Chizilib qo'ygan baliq o'ligi. Ha, nariyoq chizilib yotibdi. Mana mayda ham chiqib qolibdi o'ligi. Tog'a mana mayda ham o'lib yotibdi. Kerak yo'q bay. Qoramni chiqarib kesibdi-da. Bayda uni ekskavator chopib ketgandan keyin ochilib qoldi-yu baylar qamish yo'q. To'kchilarga xudo berib qoldi-da. Yo'q, o'g'lama nega mana patlarga tushibdi. Anida pastdansa to'k bor u tepa tomonda. Bemalol to'k to'lab olib yurishaveradi bayda. Qoramdan bo'lganlar. Va do'stlar, meni gapimga ishonmasligim mumkin, lekin shu katta tog'amning gapini inobatga olasizlar. Qaranglar, rosa zo'r joy, zakan, dikey joy. Mana hozir tog'ama xap bo'lib ketyapti, ro'z ozi bilan. Bu dam olib vaqt o'tkazib ketamanmi deb kelgan ekan, yaxshi natija bo'lmadi. Do'stlar, mana shu videomni ko'proq tarqatish uchun like bosib, kommentlarga fikrlarni yozib qo'yinglar. Xayr salomat bo'linglar, xudo xolasa yana ko'rishamiz.